Men Ayzahmatova Bahor Saydaliyevna Karonsaroy mahallasida istiqomat qilaman. Men bu kasbni onamdan o'rganganman. 26 yil bo'ldi meni turmush qurganimga. Shu mahalladan o'zimizga kelin bo'lganman. 24 yildan beri shu ish bilan shug'ullanib kelaman. Bizning ishimiz asosan ko'rpa tikish va qovushdan iborat. Biz hozirgi kunda mahallamizdagi, ko'chamizdagi 15 nafar ishchi ayollarni ish bilan ta'minlab mehnat faoliyatimizni yurityapmiz. Hurmatli prezidentimizga rahmat. Men imtiyozli kredit olib ish faoliyatimizni kengaytirdik. Bizning ishimiz hozirgi kunda Tojikiston Respublikasi, qo'shni viloyatlarga, Jizzax, Toshkent viloyatlariga tarqatiladi.